Look at him go. Oh my word. Bir bokschi borki, Saul Canelo Alvaresni xuddi maktab bolasidek quvalab urgan. Ikkinchi tomonda esa butun divizionni qo'rqitayotgan nom. Boks olamidagi navbatdagi super bahs do'stlar. David Benavides va Dmitriy Bivol o'rtasida bo'ladi bu. Benavides shu paytgacha 32 ta jang o'tkazdi va 32 ta g'alaba, 28 ta nokaut, mag'lubiyat nimaligini bilmayapti. Lekin Dmitriy Bivol Canelo Bitirbiyev kabi nomlarni yo'q qilgan jangchi. O'rtaga 1 emas, 2 emas, 4 ta kamar tikilgan yarim o'rta vaznda super jang do'stlar. Hozir biz Benavidesning intervyusini birgalikda tarjimasini ko'ramiz. Siz ungacha yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna va like tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Agar adashmayotgan bo'lsam, sen yarim o'rta vaznga qaytmoqchimisan shunda? Keyingi rejalaring qanday, maqsadlaring haqida? Albatta 100% men Dmitriy Bivolni quvishda davom etaman. Bo'ldi, endi yetar. Bivol mendan qochishni bas qil va biz sen bilan o'sha jangni tashkillashtiraylik. Bu la'nati jang tarixdagi eng zo'r janglardan biri bo'ladi. Muxlislar doim bizdan nimanidir kutishadi va biz ularga bu super jangni berishimiz kerak va shart.